eng uzoqqa poylaydigan miltiq qaysi? Kattaroq hayvonlar uchun yutuqlarimiz bor. $500 metr, 1 kilometr, 1,5-2-3 kilometrgacha urib bera oladi. O'qi ham 7.62 to'g'ri bo'ladi. Masofa qancha uzoq bo'lsa, baribir nimasi pasayadimi bularni udari? Udari pasaymaydi, lekin o'zini udariga mos. Masalan, buni 3 kilometrgacha bersak, 3 kilometrgacha ubойный kuchi, atak 5 kilometrgacha ketaveradi. Bu odamga xavfli lekin. Iloji boricha kattaroq hayvonga tog'li joyda otish kerak, odam yo'lda. Bu tana yengil oki. O'ylaganimdan ko'ra ancha og'ir bo'lar ekanda bu. Bu Chexiyaniki, ko'pchilik biladi. Yengil bo'ladi desa, 200 metrgacha urib beradi. 200 metr. Narxi bir 25 ming atrofida chiqadi komplekti. Madin Rossiyaning delegatsiyasini o'zimiz olganmiz. Bizdan boshqa hech kim olib kirmaydi. O'zbekiston bo'yicha metali baquvvat bo'ladi. Ikkita o'q ketadi bunga. Sifati ham yaxshi. 15, 20, 30 yil o'sha bola chaqangizga ham qoladi. Yaxshi ishlatsangiz, dalshi ham ishlaveradi bu. Italiyani Benelli degan modeli bor-da. Dunyo bo'yicha 1000 ta dona chiqqan. 1000 ta donadan ikkitasini olib sotdi, lekin narxi 110 million edi uni. Bitta aka oldilar, ikkita o'g'illari bor ekan. Gravirovka qilib ismini yozdirib qo'ydilar. Ertadan keyin umrlar uzoq bo'lsa, bir narsa bo'lib qolsa ham bolalarga esdalik bo'lib qoladi. U italyanskiy, ular nomer 1. Bular aslida mana bunaqa ko'rib turganingizdek, o'rdak, fazan, quyon mana shunaqa narsalarga mo'ljallangan. O'ch akalarimiz bo'lsa, auditoriyangizda kelishsa bo'ladi. O'zidan o'g'a chiqib turasizmi? O'zim yo'q, hech qanday vaqti yo'q aka. Biz shuncha magazinga yurilish kerak, vaqti yo'q.